keldik. Kemping snimat etmega. Смотрите, тут Кемпинг элементы Чунджай. вида. Мюзика альта и руины Смолеста. Типа музыка громкая. Нельзя, да? Ну, чуть-чуть поставим музыку тогда. Не совсем. Вот, bola kemping snimat etmega keldik. Palatka qo'yishni ham ruxsat olingan joylarda o't yoqish uchun mumkin bo'lgan joylarda только palatka qo'yib yashash mumkin. Bizda palatka bor, hamma narsa bor. Bizlar bu yerga keldik. Mana Jorge bilan gaplashganimizdan hozir 96,000 peso taxminan. 96,000 so'm to'layman. Bu taxminan bo'ladi. Necha dollar? 60-70 dollar. Pul to'laymiz. Просто палатка qo'yish uchun. Eso precio. Ahí va. Kemping. Palatka, shuni o'xshagan odamlarni palatkasi hammasi bor. Shu kempingni arendovat etdik. Endi shu yerda qoldik. Hasan bilan suvga tushish mumkin. Şimdi ko'ramiz. Aslında su bo'lishi kerak lekin. Hola. Ну, сочится была полностью. Kun chiqsa yana ozgina isiydi suv. Men точно suvga tushamiz. Hamma yerda ham yashab ketavermaydi-da. Xavfsizlik bo'lishi uchun qo'riqxona hududida o't hamma yerda yoqish mumkin emas, shtraf etiladi. Shuning uchun aynan shunday kemping zonalari bor. Shu territoriyalarda palatka qurish ruxsat etilgan. Aynan shu narsani sotib olinadi. Bu yerda o'zining yarasha qulayligi bor. O'ti bor, suvi bor, mana bunga o'xshagan narsalari bor. O'tin beradi, suv beradi. Dush и tualet bor. Думаю, вау, degan komfortli условия emas. Spartanskiy hayot. Rakina. Damas. Ayollar uchun. Caballeros. Erkaklar uchun. Dальше kelib o'tirman. Hamma yerda unitazi bor, rakinasi bor. Shu bilan mana shunday joyda kelib to'xtab dam olib ketish mumkin.
Hatto bizlar Kordobani o'zida uy oldik bir kunga 4 odamga 110 ming pesoga tushdi. Ну, просто siymat etish. Bir yilga to'ladik. 96 ming peso deb edi. Bilmadim qanday, biz 80 ga rozi bo'ldi va qaysidir narsalarni olib tashladi. Bizlar gaplashdilar, bu narsalar dedilar, olib tashladi. 80 pesoga tushdi. Lekin 80 ming peso ham mehmonxonadan qolsa bo'ladi. Lekin biz tanladik. Prям tabiat qo'ynida uxlashdi. Aynan shuning uchun bizlarda ana shunday chiroyli ko'rinish. Bilmasam bu narsani yaxshi tarafdan qandaydir kerakli joyidan video olib turibmanmi yo'qmi bilmayman, lekin birinchi video menimcha baribir atmosferani ko'rsa bo'ladi. Bakın. Kimidir iti. Saat 8. 22 mi 23 mi noyabr. Şifreni bilmeye kaldım. Bizi şefler uxlashda yaxshi ko'radi ekan. Qattiq uxlaydi. Bilmasam men tabiatda bo'lsam uxlashim qiyin. No, uxlashim qiyin emas. Tez turaman. Kun yorishganda.